Assalomu alaykum kanalimiz aziz kuzatuvchilari, aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan birga qovo manti tayyorlaymiz. Qovo mantimizga kerak bo'ladi 800 gram qovo, 200 gram dumba, 2 dona piyoz. Tayyor hammasini to'g'rab oldik. Keyin yana bizga kerak bo'ladi 2 choy qoshig'ida shakar, 1 choy qoshig'ida tuz, 1 choy qoshig'ida zira ezilganidan. Qora murch bo'lsa, qora murch ham qo'ysak juda ham mazali chiqadi. Mana qora murch qolmagan ekan. Qora murchsiz qilyapman. Qovoni asosan qanaqasidan foydalansak, manti somsalarimizda juda ham shirin bo'ladi. Men ko'rsatmoqchiman. Biz asosan kartoshka qovodan qilamiz. Mana bunaqa dumaloq kartoshka qovo shunaqa ko'rinishligidan olsak, juda ham somsalarda, mantilarda juda ham zo'r chiqadi. Mazasi juda ham shirin bo'ladi. Sochniy bo'ladi, juda ham zo'r. Mana shunaqa qovodan hozir shunchachasidan qo'yamiz. Postlarni artib tashlaganda 800 gram chiqdi. Mantini yarmisini kartoshka go'shtli, yarmisini mana shu qovoli qo'yamiz. Xamir tayyor qilib, oddiy tuzli nomakop suvga unga qo'shib xamir tayyor qilganmiz. Shuni yarmisini mana shu qovo manti tayyorlaymiz. Tugilish jarayonlarini hozir hammasini ko'rsataman. Mana tayyor. Endi hozir ziravorlarni qo'shib tayyor qilib olamiz nachinkasini. Qovoni juda ham foydali xususiyatlari ko'p. Ko'zga juda ham foydali qovo. Oshqozon kasalliklarida ham juda ham ovqat yaxshi hazm qilishga yordam beradi. Terini yoshartirish xususiyatiga ega, immunitetni zo'r ko'taradi. Viruslarga qarshi juda ham himoyalash xususiyatiga ega. Agar internetga kirib qovo haqidagi yaxshi foydali xususiyatlarini o'qiydigan bo'lsak, uni albatta biz haftada 1 marta, 2 marta ovqat ratsionimizga qo'shamiz. Albatta o'qib ko'ringlar qovoni foydali xususiyatlarini. Endi hozir mantini qilishni boshlaymiz. Mana shakar bilan zirani sovaldik, endi tuz solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Mana qovo mantimizni nachinkasini aralashtirib tayyor qilib oldik. Bu yoqda bo'lsa kartoshka go'sht, dumbalarni to'g'rab, buni ham tayyor qilib qo'ydik. Buni ham aralashtirib olamiz. Buni kartoshkali mantini retsepti to'liq kanalda bor, bemalol foydalanishingiz mumkin. Endi hozir xamirni yoyamiz. Mana qovo mantimizni xamirini yoyishni boshladik. Endi hozir yaxshilab yoyib, mantiga mos qilib kesib olamiz. Mana mantimizni xamirlarini tayyor to'rtburchak qilib kesib oldik. Shunaqa sal kattaroq kesamiz. Juda ham yuqa ham qilib yubormaymiz, o'rtacha yuqalikda, qalin, juda ham qalin emas, yuqa ham emas bo'lishi kerak. Shunda manti butun chiqadi. Tayyor qildik. Endi nachinkasini solamiz. Mana nachinkamizni soldik. Endi tugishni boshlaymiz. Oldin 2 chetini yopishtiramiz. Keyin yana 2 chetini yopishtiramiz. Va mantimizning 2 chetini bir-biriga yopishtirib qo'yamiz. Shuni chiroyli hammasini tugib olamiz. Mana mantilarimizni chiroyli tugib olamiz. Listimizga yaxshilab yog' suramiz va yana mantimizni yog'ga botirib qo'yamiz. Shunda listdan osongina chiqadi, yopishib qolmaydi. Mantimizni orasini ochib qo'yib chiqamiz, yopishib qolmasligi uchun. Endi bo'lsa, albatta mantini ustini yog'lashimiz kerak. Yog' bilan yaxshilab yog'lab olsak, shunda mantimiz yumshoqqina mayin bo'ladi, usti qotib qolmaydi. Albatta yog'lab hammasini ustini yaxshilab yog'lab olamiz. Mana hammasini yaxshilab yog'lab oldik. Endi qasqonda 45-50 minutda pishadi. Chunki buning ichida dumba bor. Yaxshilab pishish uchun 45-50 minut atrofida yaxshi mayin bo'lib pishadi. Hammasini to'g'ri aytayotganim sababi bizlarni o'zbeklar juda ham yaxshi bilishadi mantini, ammo buni boshqa davlatdan ham ko'rishayotgani uchun kuzatuvchilar o'shaning uchun hammasini aniq-tiniq qilib ko'rsatib beryapman. Mana mantilarimizni qasqonga joylashtirdik. 45 minutdan keyin ochib ko'ramiz. Oradan 45 minut vaqt o'tdi. Mana qovo mantimiz ham tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib mana laganga suzib oldik. Mantimizni xon va mantlarga tayyorlangan mana qaylamizni sovoldim ustidan va qatiq bilan maza qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Juda mazali zo'r bo'ladi. Xohlasak qatiqqa 1-2 qoshiq qaymoq qo'ysak ham yana ham qatiq mazali bo'lib, juda ham qovo manti bilan yeyishli bo'ladi. Tavsiya qilaman, albatta qilib ko'ringlar. Juda ham mazali, foydali, vitaminlarga boy qovo.
Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.